baş müdür imza koyuş gerek. Aramışım ha? Köp bolsa naq bulamaysa. Qandaq men bu? Tayvanlı xo'jayinni kutish bak qiyinkan. O Tayvandan kelganmi? Tayvan oltin qilib guruhi. O o'xshamdi ekan. Albatta shuda, salohiyat ko'rmamizdi, yurtga qaytish ko'rmamizdi, hammasi to'liq. Men ko'rib boqaymi? Bir gap angladingizmi? Buni mendan obdaroq bilasiz-ku deyman. Siz zodi kim? Men ishlamchi. Siz jamoat xavfsizlik idorasining odamidek qilasiz. Kechiring. Siz foydani 8-moddaning ruhiga asosan ifodalab chiqsangiz qandaq? Ikkinlarning maxfiy suhbatiga daxl qilishimni o'ylamagan bo'g'aytdinglar. Hey, nimishqa ishni chekib kirmaysiz? Nima? Men biat chaqda kelib qoldimmi? Muavin bosh direktor xizmatlarimga yetakchilik qilyapti. Biz muhim bir masalani Siz bilishingiz kerak. Molining loyig'i bor. Ha, Moli. shundaqmi? Undaq sizlarni tabriklasam bo'g'adi. Kechiring, uning bilan paranglashib olay. Ma'qul. Amsi men chiqib turay. Moli. Lovchan, hargiz bundoq qilma. Moli. Hozir degan xizmat vaqti. Gitma, Moli. 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 Men bir vahimani sizyaptim. Bu odam aramizga qistirilgandan keyin bir kuchli raqibga duch kelgandek his qilyaptim. Men sizdan mahrum qilishimdan ansirayaptim. Moli. Hey, nimishqa bundoq qilmayman, xayolini ko'zg'ansiz. O degan mening boshlig'im tursa. Yo'q. Boshliq bilan katib o'tirsida normalsiz munosabatni yo'qligini bo'lmaydi. Moli. Hey, sizning kundashligingiz bak kuchlikan. O odam shirkatimizga kelgili, endi 3 soat bo'ldi. 3 soat? 3 soat degan bir ayolning qalbini tortib ketishga yetib boshadi. Men ko'rib oldim. Sizning ma'lumot xuddi uning qilgandek qizg'in muomala qilishingizni orzu qilgandim. Biroq maqsadimga yetolmadim. Lovchan. O'zingizni bilsiz-bilim. Yo'q. Men xotirjam bo'lolmayapman. Siz uning bilan bir uyda atdigandan kashkicha billa bo'lsangiz, men 1 minutni chidab tura olmayman. Moli. Muhabbat degan o'ziga xos narsa. Boshqalarning qistirilib olishini xohlamaydi. U ikkimizga xos. Hey, undaqda meni nima qildaysiz? Iste'fo bering. Sizlarni Tayvandimi Jingju teatri ko'ramsizlar? Dadam cho'nqurliqdan baq. Yurtinglar qayerda? Beyfingda. Dadangizning salomatligi yaxshidir. Yaxshi. U 72 bodigu deyman. 71 yoshga kirdi. Undaqda akam bilan tanka. Tog'a. Sizlar Tayvanliklarning og'zinglar bak totliqkan. Bundan keyin meni tog'a deb chaqiring. Bo'lamdi, ha? Ma'qul. Biz odam boyada bosh mudir, muavin bosh direktor. İşten tushganda bo'lsa, biz bir oila kishilari, ha? Siz meni o'z jiyanim deb qarang. Siz oltin qulub shirkatiga qachon kelgan? Dashini bitirgandan keyin. Akamning salomatligi yaxshidir. Salomatligi yaxshi. Har kuni salomatlik gimnastikasi o'ynaydi. Kechda kechilik klubga boramdi. Undaqa emas-ku. U mo yaxshinib qoldi. Mendan 2 yosh cho'ng'u deyman. U 3 yosh cho'ng deganti. Ehtimol men esimni xato tutib olgandim. U 9 yillik deyman. Yo'q. U 9 yillik. 9 yillik. U 3-oyda tug'ilgan. Yemek içmek, öksüp qalğan çağ. Şundaqdimi onu 9 yillik deyish kerakda. O çağalar pisi, kağtaşa yeb içip tizil semirib ketidi. O bu gapni sizga deb berganmi? O yana tag'amning kichik ismi Shito, o'zining kichik ismini Kuchuk deganti. Nima? Hammani sizga deb berganmi? Bu gaplarni u o'z o'g'lig'imi deb bermabdi ekan-ku. Buni uqmaydi ekan-da.
agar sizga ikkimizdan birisimizni tanlang desamchi. Ondaqda uyingizga boshqa bir ayol xo'jayin tepishingizga to'g'ri keladi. Mali, siz menga bak tashuraklik qilyapsiz. Men bir jafoda uyimizni tayyorladim. Men bir kunni qo'nib boqmadim. Hali rahatlik lumlum karavotda bir qatimmi yetib boqmadim. Uni alaydan sizga atab qo'ydim. Sizning menga mushundaq javob berishingizni soatli o'ynamabdi ekanman. Kim sizni menga ishonmasin debdi? Ishonima. Biroq siz menga men qat'iy ishonadigan bir isbot berishingiz kerak, Mali. Qanday isbot? Kapolatnoma yozib berandim. Kapolatnomani isbot degani bo'lmaydi. Ondaqda sizni sevib qo'yaylik. Bu yetarli emas. Siz mening uyimga berishingiz kerak. Ikkimiz go'zal kechini birga o'tkazsak. Biroq shirkatda ishim jiddiy tursa, Bir kecha vaqtni chiqaramamsiz? Muavin bosh direktor sizdan ayrilanmaydi, deymi? Lavchen, siz meni mush yerda kutib turing, bo'lamdi. Tog'a, men sizga ko'nglimdagi bir necha so'zimni qilay. Siz hargiz hayajonlanmang. Ay, men yashinib qolgan odam tursam, beshimdan qanday ishni o'tmagan deysiz. Hozirgi ahvoldan qaraganda, balkim bir ig'ir oqibat chiqib qolishi mumkin. Buni men darhol hal qilishim kerak. Uni uyqusidan uyg'onmagan fursatda hal qilishim kerak. Siz shirkatimizning ziyon tortib qolishidan andish qilyapsiz. Buningdan ne ig'ir? Bu ish biz Oltin qulub guruhining inovatiga bevosita munosabatlik. Ya'ni sizning nom obro'yingiz bilan munosabatlik. Men qanday savallik o'tkazdim? Gapimga quloq soling, sizga oldirmay so'zlab beray. Mening xo'yishujinga odam izlab borganim esingizdami? Siz menga xo'yishujinga bir odamni izlab bormoqchi edim degandingiz. Kimni izlaydiganligimni bilandingiz? Demagandingiz-ku. Men sizni izlab borgandim. Meni izlab borganmidingiz? Shundaq. Ay, to'g'ri. Biz dal uchrashdik-ku. Akam sizni bu yerga meni tepish uchun avatib tikanda. Shundaqmi? To'g'ri. Ayağınızdan boğaçı işlip ketipdi. Dinxinem, sizmi kelib anlap bepin, biz xo'yish uchun haqida paranglashayapmiz. Shundaqmi? Muavin bosh direktorning hikoyasi intayin qiziq bo'ldi-ku deymi? Dinxinimning mehmoni bor. Uni daxli qilmayli. Siz chiqavering. Yo'q. Men gapingizni anglashqa bak xushtar. Dinxinem yot odam emas. Uzunga qolmay biz Chin oilasining odami bo'ladi. Ondaqda sizni tabriklayman. Uzun qolmay bosh direktorning rafiqasi bo'lgansiz. Bundan keyin ko'proq otadochilik qilasiz. Qarang, Dinxinem xijil bo'lyapti. Voy, O texim muhabbetlashib boqmagan bo'lsa kerak. men sizga meni saqlab turing demaganmidim. Men sizning javobingizni kutyapman. Yo'q, aniq javob bermoqchi bu yerdan ketmayman. Hargiz ketmayman. Bu yerdan darhol ketdim. U kimkan? Onun bilan karingiz bo'lmasin. Bayatın so'zlab nega kelgandik? Xanim, bo'lmasa men mehmoningizga amra olaman. Onun bilan karingiz bo'lmasin. Xanim, siz u chanapani bilan kon tunishqa deymi? Hey, sadla omalim qolmadi. Zoti nemish bo'ldi? Bu odam mening to'y qilmagan qiz ekanligimni nerdan bilib oldi ekan tang? Doim mening kaynimga kirib oladi. Qani elim. Meni bakmo bezor qilyapti. Siz kimni yaxshi ko'rasiz? Tog'a, bu sizga ayongu. Undaqda uning gapini aniq qiling. U bu niyatidan yansin. Shundaq. Biroq uni xaridorlarimiz boshlab ketgan chig'i tegishga petmanmidim. Ammo uning o'zini deb qo'yay. Tog'a, bo'ldi Tog'a, undaq qilma. Gapimni angla. Tog'a, men deyman. Tog'a. Dinxinem, meni siz bekayib ketibsiz. Qani gap qilmamsiz? Quruq ovora bo'lmang. Darhol bu yerdan chiqib keting. Bosh mudir, siz nima deganingiz bilan korim yo'q. Siz bu yerga qo'limizni qo'lliqli keldingizmi? O'ylabmi ko'maydi ekansiz. yo'q, bu mening moli bilanki shaxsiy ishim. Sizning aralashish haqqingiz yo'q. Agar yana moliyni payga tushdi ekansa, men senga 100 xotira qilmayman. Mol, chiqib ket. Sen mening erkinligimga to'sqinlik qilding. Pulingizni eling. Rahmat. 280-numar. Men Qanchalik olasiz? 5000 qo'y. Buni eling.
Bu çek inavatsiz. Nima? Pul tig'i kam edimi? İmza to'g'ri emas. Ha? Kim imzo? Bizning bosh mudir. Buni uqmaydi ekanman. Inovatlik imzo bo'lmasa pul berolmaymiz. Ondaqda kumush qilib shirkitida kimning imzosi inovatlik? Kechiring, bu maxfiy. Ay, bu qandoq gap? Hisobimizda pul bor. Bosh mudir imzo qo'ygan tursa, pulni bermasiz qandoq bo'lg'ini? Bunda qoida nada bor ekan? Efendi, sizga yordam kerakmi? Yo'q, hech yo'q. Men inovatlik imzo qo'ydirib kelay. Bo'ladi. Xanim, Ey, ko'zing yo'qmi? Sening ko'zingchi? Yana sen kasanda. Shundoq o'zining bo'tda, adini berma. Kimning adini kim beradi ko'ramizda. O'tgan qatim sen Dingmalining taqsimini ko'tadi. Bu qatim o'z xotini tilayma. Shirkatimning yaxshi odamga birsimi chiqmaydi. Dingmali doim boshqalarni ahmoq qiladi. Boshqalarning muhabbatini ahmoq qiladi. Agar u meni yutolaman deydi ekan, hukumat tushganlik. Ko'ngli yo'q. Ikki kimga tangdasib turadi. Shirkat yanada so'pa millatga birisi keldi. Meni o'pir pashi bor. Qutoma. Nima siz? Kimni tilayapsiz? Sen kimni tilayapsan? Men Dingmalilikni tilayman. Men Dingmalilikni ayblayapman. Birodarim. İnim. Biz bir yerda tepib piv ichaydi. Mehmon qalay? Yuring. Aslida chiroyli gaplashaman degandim. Uni ko'ribla ochig'im bak keldi. agar Shavso bu ishni uqsa, mendan cho'qim xafa bo'ladi. Xotirjam bo'ling. Men bu ishni Shavso'ga hargiz demayman. Keyin men Shavchinga aytib qo'yay. Bu ishni unutib ketaylik. Tag'a, men sizga ovorchilik keltirdim. Mening birmi balam yo'q. Faqat o'sha bir jiyanimla bor. Biz chin oilasi butun umidimizni faqat ikkinlarga bog'ladik. Tag'a. Bo'ldi. Bu gapni demayli qo'yay. Voy. Oltin qilib ko'raymi? Siz kim bo'lasiz? Men Shavso. Bosh direktormi? Men Jinkatib. Siz bir qatorma telefon bermadingizmi? Bak oldirash bo'lib ketdim. Bejonda avatgan to'xtamdan nechin topshirib oldinglar? 3 bosh topshirib oldik. To'xtam bo'yicha pulni avatdik. Pul avatish usulinglarchi? O'rlashtirishingiz bo'yicha bo'ldi. Voy, sal turib so'zlashaylik. Kiring. Yaxshimisiz? Bosh direktor Chen Shavso bormi? İşiniz ahmetdi. Men uning do'sti. Uning do'sti? Siz kim bo'lasiz? Chen Shavso degan men bo'laman. Bosh direktorining muavini. Menga nima ishga qarab turibsiz? Xijil bo'ldi ekanmi? Kechiring. Bosh direktor sirtga chiqib ketdi. Sal kutib turing. O'ltasam bo'lamdi. O'tiring. Rahmat. Hey, kechiring, erimni ko'rdingizmi? Sizning eringiz kim bo'ladi? Mushu shirkatdagi shofir, hammalar uni Gangovoy deb ataydi. Kechiring. Men bugunlik keldim. Ahvolni uqmayman. Sizmi o'tiring? Bo'ladi. Bu yoqqa. Hey. Bak afsus. Agar bir necha kun burun kelgan bo'lsangiz, sizni telekamera orqali alayda bir ko'rinishga olgan bo'lardim. Undaq siz Men televiziya san'at kechiligi guruhida ishlayman. Siz meni Shavbo deb chaqirsangiz bo'ladi. Bovacha, siz o kechki yig'ilishni murini baqaltis ishlaysiz. Sizning mushtimonchilik qaltis emas. Bovacha. Hey. Nima o'ylayapsiz? Hech nima o'ylamadim. Shavso ishtapalig'anmidi? Ishtapamagan do'st qaytib kelgan bo'ladi. Hey, hech nima o'ylamadim deysizmi? Yangi hatak etkikansiz. Kim keltirib? Yo'q. Siz gapimga quloq soling. Biz ikkimiz birlashib, uningga taqobil turib, uni yetim qoldirishimiz kerak, O yarim yo'ldan bir odamni shirkatga qo'shib oldi. Bu uning nima qilmadi? O ikkisi birga kelgan. O keliblar, hamma narsa o'zini qilyapti. Bu zodi nima ish? O sepa o'zidan orqa qistirilgan uchinchi shaxs. Men 2-4 tal pulni da'vat qilim yo'q. Mammating molining ish og'irtishiga muhtoj emas. Yaxshi bo'ldi. Ikkimiz fursat topib uni adini beraylik. Men uni cho'qim axloq sotiga aytib boraman.
O ablaqni yig'ishtirib etmasa, jon boqadigan yerim qolmadi. Malimo, beynizim yanmaydiganda qılıdı. Oldi bilan uning quyrug'ini tutulishimiz kerak. Emisi bu işte sizga tayinimi? Valla, Siz onun şoförü, onun hech qanday ishi ko'zingizdan kechib qutulanmaydi. bo'ladi. Men oxirigacha uning bilan ilishman. Agar ularning normalsiz qiliqini sezgan hamon darhol menga doklad qiling bo'lamdi. Hay, agar o'rningizda men bo'lgan bo'lsam, u ses xotin bilan allaqachon adajuda bo'lardim. Yo'q. Men onunga yana bir qatim fursat beray. Faqat bir qatim. Hammasi quruqga. Siz oldingi umringizda bo'ydoq o'tganmi? Siz Tilmonidek ayolni olamsiz, ha? Hargiz yarmaydi. Seni onu haqoratlashingga hargiz yo'l qo'ymayman. Nima? Sen de uning ichi og'ritib o'tamsa, u allaqachon boshqalarning qo'yniga o'zini otdi. Xuntar! Meni urishib ketdingmi? Sen sesqlikchakni urma. Sen og'vatni urma. Men sana mendek azimat o'g'il bolaning karomatini ko'z qo'yma. Ko'rdingmi? Sen necha qiz urma? Men degan o'g'il bola. Bu og'cha. O'ycan, o'lishak. Sen necha qiz urma? Voy xudoyim. Bu sesqlikchak. Bu og'cha. O'ycan. Men dilime kulum qattiqroq tegib ketdi. Acha, siz haqiqatan ayol talabasiz. Kelar qatam san'at kechiligi uyushtirganda sizni chambarchilik numeri ko'rsatishga qilay. Men chambarchilikdan allaqachon qo'l uzdim. Gapimga quloq soling, mening o karomatim faqat hiliqi yaramsiz erimgil qarg'i keladi. Nega ketdi? Ajab kelmaydi-ku. Bosh direktor nimish hozirgacha qaytib kelmaydi. Amaliyotda mening qalbimmi sizlarniki bilan o'xshash. U zodini ketgandi. Erim nima deb bizor qilyapti? Dinkat et. Delacha. Baş direktor nimish hozirgacha kelmaydigan. Ben erimga saqlayapman. Ishqinglar, bir qiziq paranglashayotgan o'xshamamsizlar. Nima uchun kelmaydigan? Shuni demansiz, elishmoqchi tunishmas degan shu-da. Biz yerda tunishlardan bo'lib qoldik. Sizlar tunishamsizlar? Shuni demansiz. Biz tunishib qoldik. Meni erim buni eriga mashina haydab beradi. Shunchalik ishonasan. Amandek, biz bir qarorga kelmagan tursak. Shu emasmi? Bunda qilaylik. Men sirtqa chiqib turay. Nedirman? Siz bizga daxl qilmadingiz. Yenge, siz bu yerni saqlab turing. Tamam, men sizga bir materialni ko'rsatay. Bo'ladi. Yanilman. Siz rostilla bizga daxl qilmadingiz. Shundoq, daxl qilmadingiz. Ikkimiz paranglashaylik. Bu muallim, siz bugün bek chiroyli qolib ketibsiz. Shundaqmi? Men ancha-muncha gerim qildim. Baş direktor, meni yaratam dekan-tan. Agar men er kishi bo'lgan bo'lsam, cho'qim uning bilan raqobatlashgan bo'lardim. Shundaqmi? Men yaramanmi? Biroq sizning fir'atingiz bek osti bo'lib qopti. Unutib qolmang. Sizning raqiblaringiz oz emas. U har tarafdan mishbitilga ayolni yaxshi ko'rdi ekan degan-tingiz-ku. Uning xiyoliga shamol kirib qolsa-chi. O chaqda u o'zgarib ketishi mumkin. Biroq men atdigandili kelgandim. Bu degan shirkat muhabbatlashadigan joy emas. Anisi men uni bilan dad so'zlashaman. Bir restoranga beringlar. U yoqolmaydi. Mening tunishlarim bek ko'p. Agar birasiga uchrab qolsam, xijillikdan o'lmandiman. Hey, erim uyga qaytmoqli yermay bo'lib qoldi. Qanchalik pul topqandi? Uqmaydi ekanmi? Bundaq bo'lsin, har oylik maoshini menga bering, uningga berman. Nima uchun? Amaliyotda men pulga xushtar emas, uning o'ziga xajab beraman. Men uning choy ichinglar. Yo'q, o'zim qo'yay. Akilang. Men sizga bir ishni aytib qo'yay. Dinxanim bilan bizning Shavsoning ishini sizga demasammi bilasiz? Bayatdan chantominlik odam bilan qilishgan gap so'zlarni hargiz uningga depsanmang. Men uning o'zini bosolmay qilishidan andish qilaman. Xotirjam bo'ling. Men bu ishni hargiz aytmayman. Ma'qul. Siz bosh mudirg'i deyman. Men sizni bir qarorda tunib oldim. Siz televizordagi nurux ekansiz. Men sizni tunamadim-ku. Mening erim sizga mashina haydaydi. Yeshim bir yerga berib qoldi. Yoshlik baharim chatlik. Belaqa kichik qizlar nimaga oldiraydigandi? Ular nimishqa tahir qilmaydigandi? Buni bilaman. Men cho'qim sizga hammani o'ralashtirib berman. Siz menga birdam saqlab turing.
Her qandaq ishning o'zgarkiylik tartibi borda. Sizning eringiz kim? Heliqi yuy ustamchu, o sizga tamaki tutqan, unutib qolmagansiz. To'g'ri. Eliqi semiz odam. Shundaqmi? Yo'q, u uruq. Gap uni kimga solishtirishda, shundoq emasmi? Mehmonxona mashina atrofidagi shoför. U kumush qilib shirkatida ishlayman degan tug'u. Ikkisi birga biz ularning mashinasini ko'tira olgandik. Mashinani mehmonxona bir tutash boshqardi. Adin katet. Bo'lmaydi. Mening ko'nglim dad parakanda bo'lib ketdi. Men qo'limga kelay deb qolgan omadni boshqalarga hargiz tatqizib qo'ymayman. Din katet. Men qalbimni ularga topshirdim. Xotirjam bo'ling. Siz uni cho'qim ta'sirlantira olasiz. Bovacha, u pulni saqlasa bo'lmaydi. Qo'lga pul kirsa xayolga shamol kirdi. Xotirjam bo'ling, uninga pul tutqizmayman. Bu gap joyida. Men qat'iy qarorga keldim. Darhol to'y maslahatini qilishmasam bo'lmaydi. Sizga aytib qo'yay, boshqalarning maza qilishini qo'rqmayman. Kimki oilamga avorchilik keltiradigan chanbashlik umrini ko'rsatmayman. Faqat men dinmoli bo'lsamla, ishkanlarni arzu-armonlarga yetkazima. Bo'ladi. Mushaga siz ishlayli. Telefon berasiz. Ma'qul. Maosh taqatganda menga deb qo'ying. Cho'qim deb qo'yma. Hey, bu qandaq qilgini? Men bo'pti. Boshmidi, qarang. Pochson, biroz xato bo'lib qopti. Biz ketaylik. Ma'qulamsa. Xo'shamsa. Xo'sh. Dinxinem, ular kimning gapini qilishyapti? Hey, birsi izlab ketdi. Yana birsi erini boshqarg'ili ketdi. Men ularga sodli amal qilolmadim. Qani marhamat. Nega borgandingiz? Sen uzun saqlab ketdin. Senin bo'lsa qaytib keldingiz. Sen nega bording? Biz sevishaylik. Men uning bilan savdo kengash qilyapman. Men din berib turib deb qo'ydim. Qizchaq, biznikiga berib o'ynab keling-a. Men ketdim. Hay, sizlarning o'yinglar nada? Uningdan so'ramamsiz. Baş direktor. Şoförünüzçü. Şoför? Onun eriçi. May punktiga ketdi. Baş direktor. Men bugun. Bir ishimiz bormi? Biz bu yerda suhbatlashsak, degandek gaplashmaydi ekan. Agar pul olmoqchi bo'lsangiz, dim tartibimizda, ha? Hay, baş direktor. O'zimning ketdi. Azmili qitdimi? Bosh mudir, bu ikki sonning farqi 10 narsa tursa, siz qandaqmi to'xtamga imzo qo'ydingiz? Hay, men buni nereden bilay? Bu mening bexastaligimdan bo'pti. Men soni darhol o'zgartay. Qaytib keldingizmi? Shovchin cho'ng bir xatolikni sezibdi. Kelib ko'rib beqing. Hamma o'qigan tursa, men ko'rib nima qiladi? Yana qandaq masala bor? Yana bir masala bor. Men kashti nadiyatini. Bu o'y gapqo, mening uyimda birga yotayli. Mehmonxonaning qoidasi bor. Xohlagancha karatga ketishga bo'lmaydi. Amisi men qaytib ketay. Bo'lmaydi. Shirkatda yana nurg'un ishlar sizni kutib turadi. Bunda qilayli. Men Krislo deyasam, buni yubordi. Undaqda qandaq bo'ladi? Dinxenim ishida ko'ydi. Kechiring. Bunda qilayli. Men sizga bir uy tizimini qilib qo'yay. Yaxshimisiz? Kim ish qilib shirkatda? Siz direktormi? Tayvandan keladigan pul yetib keldi. Biz tezlikda sizga ajratib beraylik. Shundoq, men chin direktor. Direktormi? Pul hozir bankda. Siz xotirjam bo'ling, hech narsa ketmaydi. Shundoq. Siz tekshirib boqmamsiz, Hay, pul bo'lgandan keyin haqqa darhol bermasangiz bo'lmadimi? Haqni saqlatib nima qilasiz? Dinkatif, siz berib keling. Direktor, men Dinkatifni avatdim. U pulni ajratib beradigan bo'ldi, Xo'sh. Bankaga men berib kelay. Bankada rasmiyat etishni o'qmaysiz. So'rab baqsam bo'ladi-ku. Hisoblashni o'qmaganim bilan yugurib yetim ishlarni qila olayman. Yanada Dinkatif bo'lsin, bo'ladi. Men mo qurbim yetadigan ba'zi ishlarni qilay. Kun bo'yi bekor tomoq yeb o'ltirsam bo'lmaydi-da. Bu bizning tunishtirishimiz. Bu memorial cheki. Bu bizning hisob nomerimiz. Siz buni ularga bo'ladi. Uqdingizmi? Bosh mudir, men boray. Bo'ldi, hech qaysinglar bu ishni qilaman demanglar. Muavin bosh direktor, bugun kashni nima deyapti? Dinxenim, amal qilmamsiz, Ko'ngil bilganingizga rahmat.
Ondaqda men xotirjam bo'laman. Qanaqa qilamiz? Sizning karvatingizni yozsin. Men-chi, ko'chada yotam deb. Ko'chi bo'lsa-mu, Taybining ko'chisida. Nima? Bosh direktor, siz Tayvanga qaytmoqchimi? Abla, bosh direktorning tishi yana og'rib qoldi. Bu qatimda qattiq og'ribdi. Taybidagi doktorxonadan boshqa yerda davolayolmaydi ekan. Bu qatim kichikgina og'riqqa hargiz pisand qilmayman. Tish og'rig'ida o'lib ketsa mayli. Pulun hemen dikkat ketemsiz. To'xtamni shundoq tuzishga. O'tirib turing. Men elektrimidan ko'rib boqay. Bir 146 numar. 146 numar. Ben bu yerda. Qani, tezroq bo'lsangiz, ha? İmza to'g'ri emas ekan, pulni berolmaymiz. Men allaqachon imzo qo'ygan tursam. Ha? Qara. Kun, yin, so. Meni chaqirgan kim? Men bu yerda. Meni chaqirdingizmi? Kim sizni chaqiribdi? Qani, qarab ekan. Yana mening ismimga o'xshaydigan odam bormidi? Men chakka imzo qo'ygan odamning ismi Kun Yin So deyaptimi? Bu dal mening imzoim ekan-ku. İmza to'g'ri emas. Qaysi xat xato ekan, ha? Pul elishda burun belgilangan inovatlik imzo bo'lishi kerak. Buni bilamsiz? Men Kumush qulub shirkatining qonuniy vakili. Men imzo qo'ymasam kim imzo qo'ydi? Nat yaxshi bo'ldi. Agar chek kerak ekanmasa, siz naq pul bering. Bo'ladi. Bu mening salohiyat guvohnoman. Siz soqchi punktiga berib tekshirib bering. Shavma yoki Dalyoni izlasangiz bo'laveradi. Ular mening kimligimni biladi. Men demoqchi bo'lganim. Siz Chenyosomi? Shundaq. Siz bu pulni Guangdongga yetkazmoqchimi? Guangdongga? Bu hisob Guangdongniki deyman. Uqmayman. Men bilan yuring. Men sizni tunamadim-ku. Buni tunuysiz deyman. Yuring. Uman qarzdor. O mening pulni berish kerak. Efendi, bu pulni qanday qilib beraman? Cho'qim beraman. Kattalarni berishingiz kerak. Xotirjam bo'ling. Pulni cho'qim beraman. Xotirjam bo'ling. Kechiring. O'ylab to'shib ketibdi. Bo'pti. Men boshqa amal qilay. Hey, siz sirtga yeting. Sizga hech kim daxl qilmaydi. Unda qilsam qanday bo'ladi? Faqat o'zingizni boshqursangiz bo'ldi. Menda masala yo'q. Men o'zimni boshqarmasligimdan andish qilma. Yaxshimisiz? Men amalni qo'llash bilan. Kumush qulub shirkati. Yatag'larda qancha odam bor? Siz nima demoqchi? Tövəndə mən mehmanxanamızda paxşivazlıq, həm iffət nomusunu setiş qılmışlarını, qatıq məni qilish toğrusundakı oxuturuşunu sizə əxsiz oxub vermə. Birinci madda, paxşivazlıq, iffət nomusunu setiş qılmışları qəti məni qılınıdı. İkinci madda, ayollar yatağıdakı mehmanlardan ondan burun yataqdan çıxıb getiş gerek. Üçüncü madda, mehmanxanamızda yatırdığı mehmanlarla salayət qanamızı, yoki pasportu toluq buluş gerek. Aldı bilen tizim qaldırış gerek. Biz nega boramiz? Mashinaga chiqing. Hey, to'xta! Oldimizga mashina bog'la. Keldik. Bu uy bo'lamdi ekan. Sizning uyingizmi? Ochiqchi menda. Men bu yerga kelganda qilaman-ku. Nima? Men cho'qim kelgan. Hey? To'g'ri. Bu tamni men sirlig'an. Xiyoliy manzara. Bu Lovchanning uyig'i. Hozir bu uyda odam yo'q. Agar u qaytib kelib qolsa, qanday qilaman? Xotirjam bo'ling. Men unga ma'qullik bildirmaguncha u qaytib kelmaydi. O sizning haqiqiy suyumligingiz ekan-da. Sen bu ayta meni o'z kelini qatorida ko'ryotidi. O bu jiyanining yolg'on ekanligini hargiz xayoliga keltirmabdi. Uning ustiga yana bir yolg'on kelinim bor ekan. Men odamlarga to'g'ri baho bera olmayman. Ba'zi ishlarni sizni yushiramayman. Mening sizning hamma planingizni bilgim bor. Bunda qilish huquqingiz yo'q. Chunki siz
Meni planınızdan bir kısmını hep qaravatsız. Men texi sizni to'liq tushunmayman. Ondaqda qanchalik tushunasiz? Siz g'arbishimozni qechib ketsiz. Menimcha siz 5 yillik kesilgan. Agar siz qotil bo'lsangiz, bu 5 yil bak yenik bo'lib qopti. O'g'ir bo'lsangiz, bu 5 yil bak ig'ir bo'lib qopti. Bosqinchilik qildi desak, bu mumkin emas. Oxirgi xulosangiz-chi? Aldamchi desak bo'ladi. Siz yerimini topdingiz. Men intayin aqlliq, biroq aldamchi emas. Intayin aqlliq odamning yelini ishlatishi. Shundoq. Tozimi tutamga chiqmaydigan tuturuqsiz gaplar bu. Siz iqtisod boshqarishni, savdo ishlarini, elektronikani ishlatishni biladi ekansiz. Sizdek talantli odamni tushundim, o'chirtamaydim. Hisiyotingizni qadrlang. Hamkorlashquchi sherigim. Siz meni bak qo'rqitib etdingiz. Biroq biz boshqa jihatlardami sherik bo'lib qolsak ekan deyman. Bu yoqqa keling. Yuring. Qarang, acaba bu uy sizning hissiyotingizni qo'zg'amadimi? Qarang, bu odam sizni yaxshi ko'rib, men bo'lib ketibdi. Bo'ldi. Uni tilga olmang, ha? Siz meni mushu uyda yeting demoqchiman. Shundoq. Uning ustiga biz ikkimizla. Ikkimiz? Men buni xiyolimga keltirmoqchi ekanman. Men chiroyli emasmi? Yo'q. Siz intayin chiroyli. Biroq sizni erdigil bilamdi. Men yanini boshqa yerga berib yatay. Ay, to'xtab turing. Siz nega olmoqchi? Men o'zim ishlagan oshxonaga boraman. Bunda kechida odam yo'q-ku deyman. Bir qizchaq o oshxonani xabar oldi. Ishkanlar bir uyda yotamsizlar? Oraliqda bir to'smaramki bor. O qizchaq chiroyliqmi? Uningga diqqat qilmabdimi? Menga silishtirgandi-ku. Uni qandoqmi sizga silishtirg'ili bo'lsin? U bir varaq qog'ozga o'xshaydi. Uni yaxshi ko'rib qopsiz. Bo'pti, aytib ko'rishaylik. Aytib ko'rishaylik. Mali. To'y kechasi o'tkazishga tayyorlangan. Lovchan. Sen qo'g'lishayotgan kelin boshqalarning qo'liga o'tib ketdi. Men sening o'lim karvatanda yetib boqay. Vay. İstadın oyba. Kaydı teper, ben kim? Nereden kelgan yovayını mısın? Siz öyle yalğız yetti, zirikkensiz. Ben berip sizge hemre bolsam qadak, ha? Bo'pti, kel. Sana deb qo'yay, sesqilishchak. Kelganingda bir taqar ağaç kel. Ses istiqonlaringni qachilab qo'yay. Mali. Mali, siz ahir gapsiz. Bana saklamapsizgo. Uxlayverin. Men sizge teptiş bo'lgan aramga ata qilay. Yey, chirog'ni o'chiribsiz. O'ylamabdimi? Siz yanala shundoq tortinchoq ekansiz. Sizning go'zal qiyofatingiz meni pek ta'sirlantirdi. Men sizning meni tashlab etib uni tanlashingizga hargiz ishonmaydim. Men sizning tashabbuskorlik bilan meni qo'ynimga qaytib kelishingizni bilardim. Bilamsiz, men o'zimning go'zalligimga tamamen ishonaman, Mali. Mana senin
Sen bu evge qanday kirdin? Sen bu evga qanday kirding? Bu degan meni uyim. Men o ikkisining iziga tushdi. Qaysi ikkisining? Uni nerede? Sen mening karotimni baskını qilayotibsan. Baskını qilayotibsan. Men taqa bu karavotni bir qatam yetib taqmagan tursam. Nima? Yanıla adam yo'q-ku. Odatda uydan odam ayrilmaydi. Bugun hajab odam yo'q-ku. Unda qanaqasi? Vaqtni isrof qilmasiz qandaq? Yanıla axloq qilib o'ting. Qanadağa, bu chakni nereden tepib oldingiz? Tepib oldingiz? Texinimning qo'lida bundaq chakdan nurg'uni bor. Xotirlang, yana bir ayolmi bor ekan? Bo'lmasa biz birlikda sheriktimizga boraylik. Sizlar ko'rib boqinglar. Bizning kumush qulub sherikitimiz rasmikan yoki soxtamikan? Pulimiz bormikan yoki yo'qmikan? Xos bizning ishxonamizning bir kunlik ijorasi 80 nechkoy. Buni bilamsizlar? Yana Amerika dollari to'laysizlar. Buni qandoq bilasizlar? Siz bu gapni 3 qatim dedingiz. Ey, undaq yana meni tutib qilib nima qilasizlar? Biz sizni chuqur tutmoqchi emas, biz aldamchilik harakatlarining oldini olish uchun shunday qildik. Men aldamchimi? Undaqda mening qo'limga ko'ysa saninglar. Efendi, xotirjam bo'ling. Ko'zni hozirla yetib keladi. Ne bo'pti? Tun baba. Rastlı sizgensiz-de. Ay, ahire geldiniz. O mening yaxshi odam yoki soxtipazligimni obdan biladi. Şavan. Şavalyo. Bu bobayning salohiyatini biz isbotlab beramiz. Bu chakning ishi zodi qandaq ish? U haqiqatan kumush qulub shirkatining bosh mudiri. U gazetga chiqqan. To'g'ri, televizorda chiqqandi. Uqishmaslik bo'pti, kechiring. Boyatdan sizlar menga qandoq pozitsiya tutdinglar? Sizlar meni qandoq odam chaqlab qoldinglar? Sizlar zodi. Kimsen? Kim? Baş mıdır? Baş mıdır? Siz acaba bu yerde uxlab qapsızgı? Bu çek, bu tunuşturuş, bu hesap numara, hemmesi muşiyede. Bank pulunu vermedi mi? Nime davatsınız? Meni tutup sulap boyğunu kas kaldı. Meni qattiq so'roq qildi, xuddi o'g'irni so'roq qilgandek. Men 70 ga yaqinlashgan odam, u yerda yuzim tushib ketdi. Tayvandan avatgan pul allaqachon yetib keldi u. Ular imzo to'g'ri emaskan dedi. Qandoq to'g'ri emaskan? Haq buni menga deb bermadi. Siz ularga o'zingizning qonuniy vakil ekanligingizni aytmadingizmi? Haqlar u ikkisi boshqa ish dedi. Unda kim imzo qo'ysa bo'ldi ekan? Bankidagilarning aytishicha maxfiy ekan. Bu to'g'ri emas-ku. Shelso direktor bugun maqbul olgan-ku. Undaq ish yo'q ekan. U sizga dedimi? Bankidagilar aytdi. Bugun bir yigit maqbul og'ili kelibdi ekan. Ular uni tutmoqchi bo'pti ekan, tutolmabdi. Biroq men miltiqning dil eg'iziga uchrab qoldim. Shundaqmi? Qaysi ishni xato qilgandim? Men yana berib yuzimni to'kadigan ishlarni qilmayman. Vay, siz Lo'chenmi? Mali, bu sizmi? Tushunamaz-da bu. Lo'chen, siz meni aldayapsiz.
Siz bana işkimiz to'qilishdan burun o uyga herkes bormaydiganligingizni aytgan. Hozir soat necha bo'ldi? Qanday o'rinlashtirasiz? Men onunga yana xiyoliy manzara siri qo'shaymikin deyman. Onun önümü albatta yaxshi bo'ladi. Sizning kelib qaror qilishingizga saqlayapman. Kelamsiz Mali. Mening nadim onun vaqtim chiqdi deysiz. Nochan, bankada tanishlarimiz bormi? İzlab baqsam, balkim tepilib qolar. Intayin kichik bir ishda menga yordam bersangiz. Siz topshirgan vazifa albatta muhimda. Qanidan? Kimning tishig'i tegding, ha? Ko'zing chachirab chiqib ketgani tas qapti. Sizga dedim-ku. Men uch qarniyatga uchrab qoldim. Oralli 3 odammi? Men sizda qovul bo'lsam, Yenish kunini usulni chiqarmading. deyishga ulgurmadim. Og'zimni ocholmay qoldim. Qarniychilar ajab boshqalarni izlamay seni izlatdimi? Men bularning tishiga tegmagandim. Sen bir kunni xotini indagi keltirmoqchi bo'lganmiding? Hey? İkimiz to'y qilgandan keyin sizga bo'lgan muomalam qandaroq? Men buni albatta bilaman. Biroq hozir jahonda o'zgarish ko'p. Topgan pulning hammasini sizga berdim. Yana o'zgarish ko'p deysiz-ku. Ya'ni istak beradiganlarmi bordi? Mening nadim undaq ta'lim kelsin. Sen cho'qim o'g'irliqchi pul saqlabsa. Yeniki ursinchi. Bo'ldi aqtiroq. Men pul yo'q dedim. Pul yo'q. Bu nima? Pul yo'q. Men sizga tushuncha beray. 5000 koy. Kichik xazina. Sen banka ochdingmi? Qani degina. Sen qaysi jodugar bilan illashib qolding? Bu degan inovatsizcha. Uning bilan qarim yo'q. Eğer sen cho'qim 5000 koyni ipkilishing kerak. Agar ipkilolmaydigan bo'lsang, buni ta'minini titib qo'yaman. Endi men xush xabar kutdim. Lochan, yuzingizni bu yoqqa qaratib, og'zingizni telefon trubkasiga yaqin akiling. Mali. Soşalçın efendi, sen yenildin. Sen var mı? Şavko, sen benden kaçıp yürüsen kandak buludu. Adam öldürgenler hun tüleydi. Bu kıl sıkmaydıgan kaide. Şavko, sen yanını kaytırıp be, sen bilen adacı da bulime. Sen könlünde hele kaçkınını oylaysa, sen bunu itin bir yazsan bulamı ki? O Beijing'den Allah kaçan kaçıp gitti. Yürügü kaplanı gerek bolsun mu, o kayıt kılışke herkes petinanmaydı. Sana gapning rostini aytib qo'yay. Tog' jim turdi, suv jim turmaydi. Osmon jim tursa, bulut jim turmaydi. Suv hamon aylanib, dengizga quyiladi. Sen oxiri mening odimim bo'lsa, qara, men degan qaysar o'g'il bola. Pul tepishga etim bor. Badxajlik qilmayman. Mendek obdan yigitni nerdan topa olaysan? Bo'pti, pulni olmay, sen menga xotin bo'l, bo'lamdi, ha? Elaqi qochqin bilanki ishingni hargiz surishti qilmayman. Shavxo, ishni och. Men sana ko'nglimdagi gapni qilay. Men bir yog'och turib uyga kiraman dema. Shavxo. 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 Voycha! Shavxo, sen nimada kuchli bo'lib ketding? Bir ishtirgandim. Bu yerga yiqilib tushdim. Men seni baksagandim, amirxim. Qarg'ab qopdi.